Fignya, lekin bepul. Tasavvur qiling, uyingizga klining keladi, uyingizni polniy tozalab beradi, lekin har chiqib ketayotganida sizga moshin shapalab beradi. Uni kimda ko'radi? Yo'q, hech kim ko'rmaydi. Men ham lekin rozi bo'lardim. 100% ikkisidan rozi bo'lardim. O'sha meni tepib ketsa ham rozi bo'lardim. O'sha oyog'ini silab kechirim ham so'rab berardim. Qarang, siz har oyda bir marta qaysidir любой davlatga chiqsangiz bo'ladi, lekin kuniga bir marta bitta odam siz yuzingizga tuflab ketadi. Har kun. Har kuni kuniga bir marta. Har kun. Zamonchi. Rozi bo'lardim. Hech kim ko'rmasa faqat Yo'q, u odamni men taniymanmi? yo'q. U ham men taniyman. Yo'q. Ha, bemalol. Butun hayotingiz davomida любой заведение siz uchun tekin, sizni tanishlaringiz, qarindoshlaringiz uchun tekin, lekin siz butun umringiz davomida gapirayotganingizda 2-3 so'zdan keyin kekirasiz. Yo'q. Tasavvur qildim-da, uchrashuvga keldingiz. Mening ismim Bekzod. Sizning ismingiz nima? Assalomu alaykum. Ismim Amina. Sizni eringiz sizga har doim zo'r muomala qiladilar. Har kuni xohlagan narsangizni olib kelib beradilar. Brilliantlar, hamma narsalar. Faqat eringiz xohlaganlaricha xato oladilar, xohlagan paytlar. Ne, в коем случае. Emasda. Sizga har oy просто takka $10,000 beriladi. Har oy $10,000. Lekin Hozir shunaqasi kerak bitta shunaqasi kerak. lekin siz butun hayotingiz davomida unaqa yurasiz. Mana. Charlie Chaplinga o'xshabmi? Qo'lingizda $10,000 tasavvur qiling-da. Hammaga yoqaman. Yo'q. Sizlar qaysi biriga rozi bo'lardinglar? Qaysi biriga rozi bo'lmasdinglar?